aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida, ya'ni 9 turdagi mahsulotlar, go'sht, mol go'shti, qo'y go'shti, parranda go'shti, tuxum, un, shakar, o'simlik yog'i, dori vositalari hamda tibbiy xizmatlar uchun mazkur xaridlarni amalga oshirilganda xarid summasidan ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shilgan qiymat solig'ini ularga ijtimoiy keshbek ya'ni sifatida qaytarib berish tartibi amaliyotga joriy qilingan bo'lib, mazkur ko'rsatkich 2025-yilni oladigan bo'lsak, yanvar-dekabr oyida 375 mingdan ortiq ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolarimizga 184 milliard so'mdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni ijtimoiy keshbek summalari qaytarib berishi ta'minlandi. Bu bilan ijtimoiy himoya qatlamiga mas'ul fuqarolarimiz xaridlar amalga oshirilganda mazkur 9 turdagi mahsulotlarda xarid summasida to'langan qo'shilgan qiymat solig'i fuqarolarimizga ijtimoiy keshbek sifatida qaytarib berildi. Bu ularni daromadlarini oshishiga hamda ular uchun yanada soliqni kamaytirishga xizmat qiladi. Mazkur tasdiqlangan ijtimoiy keshbek, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ini fuqarolarimiz soliq mobil ilovasida shaxsini tasdiqlagan, ya'ni Face ID'dan o'tgan holatda keshbek va imtiyozlar bo'limidagi ijtimoiy keshbek xizmati orqali bank kartalariga ko'chirib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy keshbek summalari har oyda 25-sanasidan keyingi kunda tasdiqlab berilishi amalga oshiriladi.